Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoda Urganch shahrida Euro dizaynda qurilgan hovli joyni sotib chiqdik. Hovli joyimiz oldi qismi 13,5, uzun esa 23,5 metr kvadrat ekan. Общий kvadrat 310 metr kvadratdan ziyod ekan. 4 taraf ham pishgan kelib, ishini перегородкаga kelsa, nodin xom pishgan aralash ekan. Xullas, ekranlarda yangi bo'lsa-da yakrak alınlardan Bismillahirrahmanirrahim deb obzor etsak. Joyimiz nodimiz ish qilib, xullas hammamiz nasib qilib desak bo'ladi. Yaxshi tilaklar aytsak bo'ladi imoratimiz. Xullas o'zi proyektchilar chiroyli o'tgan. Uyning egasi biroz vaqt kutgan bu joyni quraman deb niyat etib o'rtadan qo'shni bilan paxsa soddini 10 taraf ham chap taraf oldini. Yeram bir aytaman, joyimizni 13,5 23 metr kvadrat o'zingiz. 4 taraf ham pishgan keladi. İnan joyimiz obunachilar. Berimizini bisetkamiz chiroyli o'tilgan. Fasatlarga kelsak, chiroyli ishroq berilgan. Освещениyalar qo'yilib o'tilgan. Mashina uchun bu yerda parkovkasi bor alohida, noyesa qo'yilgan. Xullas, obunachilar gazonlar ekilgan. Berimizda bir emas, ikkita balkondan iborat ekan. Üzerinde ijobiy baho berasizlar. Biza faqat qo'llangancha obzor etamiz. Narxini ham aytib o'tdik. Obunachilar 220 ming dollar. Döşab, gilamlari qo'yilib, kamchiliklari bo'lsa taxlab beriladi ekan. Topli pol birinchi, ikkinchi qator bo'lib ega. Berimizini rakonalarimiz ishlab turibdi. Suvlar datchiklar hammasini bellarga yumshlab obunachilar, sensorlar datchiklar qo'yilib o'tilgan ekan. Endi laminat berimizini 1.30 kafel 60 kafel olgan. Atochunti kombinatsiyasi o'tilgan ekan. Trezor zonamiz. Eshiklarimiz ham, oynalarimiz ham tashqi, ichki eshiklar hammasi panoramnetim belantasi o'tilgan ekan. Xullas 20 inchliklar bilan usulgan. Oynamiz qalin oynalar qo'yilgan, avtomatlar berib qo'yilgan ekan. Dolamiz 10 gacha xonamiz bor. Lyustramizga kelsak, 1 emas 300 qo'yilib o'tilgan ekan. Do'rimizda katta hajmli oynamiz. Indiski fason litsenziyali o'tilgan ekan. Mana quruvchilar taklifimiz shu yerdan bidik, o'zgacha poytaxtdan qolishmasin biz ham quruvchilarimizdan. Ishini kengroq joy qurilsa bo'ladi. Yilda 1 marta qur deydi-ku. Xullas, oshxonamiz jihozlama aytib o'tsak, Xitoy mahsulotlarini ajoyib o'zini datchiklar hammasini ishlab turibdi. Menimcha suvlarimizni 500 gaz plitamiz. Yana pechkalar ham bor. Hal ishlatilgan. Ventilyatsiyamiz artificial monokel. Bularimiz hammasi divizyon asosida yanada ekan. Xullas. Menimcha ma'lumotlar kafellarimiz 61 kafellar. Berimizga niyab ishlati o'g'ilgan ekan. Bir ishimiz doğru tashqariga chiqib ketadi mana xalas bemalol. Joyni jihozga bellab obunachilarimiz. Fotografiyalarimiz ham ahamiyat bersak, qo'ymoq suyut, notajlar urgan galagellarimiz. Xullas, men endi xolodilnik uchun xalasasda boshqa o'zingiz o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Xolodilnikni tomonga qo'yib o'zgartirsangiz ham bo'ladi obunachilar. Quruvchilarimiz qora sivil razvedkalar qo'yilgan, printslarimiz shu o'zlarining mahsulotlar xullas. Endi ahamiyatli xullas orzu qilsang orzu qilgiding joyimiz. Yana mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham Trezor zonamizda chiroyli o'tilgan ekan. Bularimizni o'zlarimiz lipcha Atachento beramiz ekan. Hozir dekorativniya o'tilgan dekoratsiya. Yana ko'rishlarimiz obunachilar. Eshiklarimizni kelsak, eshiklarimiz har doimgidek panoramik eshiklar qo'yilib o'tilgan ekan. Tashqaridan ko'rishlaringiz mumkin. Galagillarimiz, kandillarimiz bor xullas. Endi trezor zonamiz ham katta hajmli trezorlar qo'yilib o'tilgan bu yerda. Xullas
Lisisamiz ham quyilib, keyin MDF chiroyli tuzilgan. Bu endi onaxon otaxonlarimiz uchun o'zining yotoqxonasi. Fotoğraflarimiz yana obunachilar o'zining samodelga ega. Hech qanday hech kim bir şey etmaydi. Chiroyli необычный tuzilgan. Bu yerda rakoyna, unitaz, dush vodi tuzilgan ekan. Eshiklari bu. Bu yerning endi garderobxonasi ko'rsatib bo'ladi. Endi spayizdan tashqari bundan yana bir spayimiz. Kafella bo'lgan. Asosiy sanuzelimiz haqida aytsak, kafel 60 120 lik, vannaning katta jimi, kokofilmon unitazlari, foshkalari. Xullas, berimiz ham rakoynamiz tahorat uchun alohida dotchiklarimiz ham ishlab turibdi, hammasi hech qanday muammo emas. Rakoynamiz ham yana yaxshisinda ko'rilgan, qorasi orqa qismi kraska bo'lgan. Bu endi o'zimizning kotelxonasi, Ariston, Turetskina kotellarimiz. Bu ham toplik bor. Alloh Endi shunda oshxonamiz, mehmonxonamiz, spalni. Borimiz sanuzel, asosiy sanuzellarimiz. Endi ikkinchi qavatimizni kuzatib o'tsak. Ina joyimiz. Xullas, devorlarimiz atachento, bir emas, 3 tona kandil qo'yilib o'tilgan. Katta jimli oynamiz. Endi bu yerimizda xullas hamma insonga rahmat aytsak bo'ladi. Santexnik, malyarchilik, elektrik, montajchi desmi, so'g'achini duratgar deymiz, hammasini rahmat aytamiz. Nechundan xalqqa yetkazib turibdi. O'zlarimizdan bir rahmat aytib qo'yaylik. Chunki yana xalqimiz ham like bosadi, bu xalqimiz ham rahmat. Yana reaksiyalarimiz ham kafe bo'lgan. Yana lyustralarimiz chiroyli etib tuzilgan. 3 balkon, asosiy balkonimizda turibmiz. O'ngda chapda balkonlar bor. Og'anam shu hamisha rahmat aytsam bo'ldi shu. Ishi insondan joy oldi, yaxshi sifatli joylarda. Endi asosiysi ikkinchi qavatdagi mehmonxona bilan tanishtirib o'tsak. Bu mehmonxonamiz xalasansa spalni ko'rsangiz, xalasan mehmonxona. Endi buni birinchi qavatida sanuzeladi bu. Kotelxona bilan sanuzeladi obunachilarimiz. Oynalardan bir kuzatib o'tishingiz mumkin. Oynalarni o'zini imzo oynalar qo'yib o'tilgan ekan. Obunaxonamiz. Benimizde yana bir xonamiz. Benimizde endi chiroyli deyib tashqarida. Asosiy do'rimizdan deymiz, Imtiz ko'chadan girsa ham bo'ladi. Bonim o'z gazol zapravkani Gullan yo'ldan girsa ham bo'ladi. Joyimiz obunachilar. Hamma yerda qulay edi. Joylashgan xullas. Bir fon bir de trezor zonamız, fotoğraflarımız chiroyli lyustralarga. Plyuslarimiz qo'yilib o'tilgan. Asosiy to'ramiz yaxshisindan ustalab ishlatilgan. Endi to'g'rimizda sanuzelimiz, bunda spalni, berimizda buni mehmonxona desak bo'ladi. Kamchiliklarni qo'yiladi obunachilarimiz. Gilamin bormi, perdasi bormi, xullas aytasizlar ishlayverishdan ustunda savdolashamiz. 220 ming dollarning ustunda obunachilar. Aytib o'taylik.
Eshiklarimiz shu korona noshikli eshiklarimiz xullas. Benimde rakayna, unitazımız, vannamız, kafel, sivete çıraylı ekan kafeline doğrudan adam üzerine tartalım. Yine patraklan plastik, ventilasyalar işlep durdu. Böyle yine hemen kanalımız. Yine bu mesela aboy, berem, fon. Xullas 1000 mərtə işləyən 1 mərtə gəlib üzərinə icabi müxabərsiz. Həm aytib ötəmiz. Köp insanlar gelip mülkiye gezin bir de takılıp tuttu. Proyektini görüşeceğim. Fakat realini aladığım insan olsa birbirimiz bir de takılmak doğrudan anlaşılamız. Şimdi proyekt çıkıyor bu. Şu $1000, $1000 çizip verelim o proyektini. $2000 zinalımız. Şimdi insanımızı zerkalası çırağıyla yine Belent'ten pesten görünüş alınacak. Kıstamin bedliyetik güzel tutmuş. Şunda ikinci kavatta 4 xona, bir san özelliği var. Birinci kavatında ise mehmonxona, oshxonamiz, bir de otaxona, anaxonamiz. Spayni bu yerda o'zini kotelxonasi hamda katta asosiysi sanuzellik. 3 sanuzeldan iborat ekan. Yani damlansan keyin bu yerda uголовка qo'yilsa, dum chiroyli shirin joy bo'ladi albatta. Dum feyzli, xullas Allah'ımdan ne deb sorasan şu beraber değil. Erteng cuma günü ne icabat bo'ladimi günümüz ne dedi? Farzandli farzand, kasallikka shifo bersin desang, xullas Allohdan ne sorasan belli anlatamiz. Joyimizni baholanib aytdik, kvadratlarni aytdik, 310 metrlik kvadratdan ziyoda ekan anlatamiz. Narxini aytdik, asosiy nomerlar yozib berdik. 88 530 88 601 70 aloqa çıkarsa. Ya bazı olanın bir de çele ekilgene kalmasınız. Mesela ne oluyoruz? Sağlıkta amalda görüşürken. Misafirde yürüyen iki apa singillemsin yurtumuzda sağ salamet yeri. Hesabına sonra videolarımızı yakınlar koyalım size. Görüşler. Lokasiya esasisi Özgazöl Zapravka köçede başladı. Sağ olun, aman olun.